Akam meni suvda yaxshi ko'rardi. Har doim seni himoya qilaman, hech kim seni ranjitmasin derdi. Men u bilan faxrlanardim. Maktabga ham u bilan borardim, bozorga ham u bilan. Akam mendan 4 yosh katta edi, lekin suvda erta ulgayib qo'ydi. Otam va onam ishda, uyda esa akam bilan men. Hammasi suvda yakshi edi. Akam ogirga emasdi, lekin vaqt o'tib o'zgarib bordi. Ular ishga ketishlari bilan akamning qiyofasi o'zgarardi. Tez gapga urishib javob yaratdi bo'ldi. Bir kuni undan so'radim. Nima bo'ldi, akam? Avvalgidek emasan, menga nima gap? Sport zalida buldilar bor. Keyin qattiq qichqirdi. Sen shuda ko'p gapirasan, a? Menga o'qituvchi bo'libsanmi? Hayratdan etib qoldim. Shunday akamdan bunday suvlar chiqishi xayolimga ham keltirmagan edim. Ammo bu ekan. Kunlar o'tdi. Har gal dadam bilan ayam ishga ketsa, akam menga urishardi. Ba'zan ahmoq sabablar bilan yuvilmagan yetish, yaxshilab tuzalmagan xona yoki ko'chada kim bilan gaplashganim kabi narsalar. U avval menga qattiq baqirardi, keyin esa qo'l ko'tara boshlanadi. İlk marta kutarganda hali ham kechirardik. Beyams charchagandir deb o'ylardim. Bir kuni taomni kechikib tayyorladim. Otamni yo'qligidan foydalanib, akam menga yuzimga urib yubordi. Yuzim qizarib, ko'zim yoshga to'ldi. Salbiylik deb so'rashga urinildim, u esa senga aytdim, mantiqli bo'l, oqli bo'l dedim. Boqirib bobo. Undan ko'rka bosladim. Aldin meni himoya qiladi akam deb bilib yurgan inson endi mening qo'rquvimga islandi. Hammasi shunday sekin va bilinmasdan o'zgardi. Dadam bilan onam uni hali ham mehribon deb o'yladi. U esa mening ularga hech narsa demasligimni yaxshi bilardi. Nega sukut saladim? Chunki men unaka istamasdim. Men akamni baribir yaxshi ko'rardim. Ilgarigi akamni sog'inib yashardim. Har gal kechasi yolg'iz qolganimda estika yuzimni ko'mib yiglardim. Onam ishdan kelib, "Nega ko'zing kip-qizil?" deb so'rasa, "Erkaklar, charchaganman, bolalar bilan o'ynab qoldim" derdim. Men yurakda yiglardim. Ammo yurakda yiglash kishi uchun eng og'ir jazo ekan. Asta-sekin ko'nglimda akamga nisbatan sovuqlik paydo bo'ldi. Endi u qo'l ko'targanda, axir bu mening akam degan xayol ham qolmay qoldi. Bir kuni ish edi. Otam va onam navbatdagi qolgandi, kech qaytishardi. Akam undan ham qattiqroq urishdi. Ket gaz qolmagani uchun oshi kechikdi. Shuncha urishda iltimos biz bilan bog'laning. Yuzim qonadi, og'zimdan qon chiqdi. Undan avval ham qo'rqardim, bu gal nafrat ham qo'shildi. Shu kechasi ko'zim qon, ko'nglim alam bilan yotdim. Endi unga sukut saqlash kerak emasligini angladim. Ertaga otamga aytaman dedim. Bir kecha ichida men ulgaydim. Endi akam degan tushuncha menda boshqacha ma'no kasb qildi. Endi otam qaytdi. Unga hammasini aytdim. Otam kotib qoldi. Omad tilaymiz. Akam esa eshitib uydan chiqib ketdi. Qaytib kelmadi. 2 hafta o'tdi. Bitta ko'rmadik. Keyin eshitdik, boshqa shaharga ishlashga ketgan ekan. Otam uni chaqirmadi. Onam ham dastgoh pressi. Men esa o'zimni kutardim. Bu sukutdan yillar o'tdi. Endi men tattaman. Uni ketirdimmi? Ha. Ammo u bolalikdagi islarni eslasa kerak. Har bir urush, har bir urushdan keyingi sukut insonni doimiy singdirib yuboradi. Akam menga "Men seni yaxshi ko'raman" derdi. Nurlar yaxshi ko'rardi. Ammo sevgi nomi bilan zulm qilish yaxshi ko'rish emas ekan. Shuni endi tushundim. Oradan yillar o'tdi. Men universitetga kirdim. Yaltirab turgan yashil daftarga birinchi marta talaba deb yozganimda qalbimda o'zimga nisbatan g'urur tugildi. Ammo o'tmishimdan hali ham tinchlik kutolmagan edim. Har safar erkak ovozda baland baqiriq eshitsam, yuragim tap etib tushardi. Hatto ba'zi tanishlarim "Nega sen har doim shiddiysan" deb temir belishardi. Ular bilmasdi.
Men kechagi akash qo'l ko'targan qiz edim. Bir kuni universitetdan qayta olayotgandim. Yomg'ir yogi kelib, stansiyaga kirish imkoni yo'q. Qo'limda yubka soyabon, yuragimda esa qirqilmagan xotiralar. Shunda ortimdan tanish ovoz eshitildi. "Salom, singlim." O'rga burildim. "O, akam." Xuddi avvalgidek emas, ozgan, sochlari qisqargan, ko'zlari tanish, ammo tuk. U men tomon sekin qadam tashladi. "Meni kechir, iltimos. Men bu yillar ichida juda ko'p narsani tushundim. Men dastgoh pressi bilan shug'ullanyapman. Yuragimda urayotgan alam go'yo endi chiqmoqchi bo'ldi. Sen meni himoya qilish o'rniga sinagansan", dedim. Boshida e'tibor, ko'zlari oqargan, sochlariga erta oq tushgan. Tovushi pastasi. "Haqlisan. Menga o'sha paylarda o'zimga kelish kerak edi. Bilishni xohlayman. Bunga bakxona yuk. Ammo kechirishingni xohlardim." Bir necha daqiqa sukut. Faqat yomg'ir. Lekin ichki urinishlar. Har bir tomchi qalbimga sekin-sekin tekkardi. "Qayin, akam", dedim.